Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Bugungi darsimiz 4-kurslarda bolalar adabiyoti fanidan Shukur Sa'dulla bolalik kuychisi deb nomlanadi. Ushbu ma'ruzamizni 3 reja asosida ko'rib o'tamiz. Ya'ni birinchi rejamiz Shukur Sa'dulla ijodida hayotiy voqealarning haqqoniy badiiy tasviri, rang-barangligi va badiiy xususiyatlari, obrazlar talqini, tarbiyaviyligi hamda hayotiyligi. Ikkinchi rejamiz esa adibning qissa va hikoyalarida bolalik olami ifodasi aks ettirilgan personajlar. Uchinchi rejamiz Shukur Sa'dulla bolalar dramaturgi. Demak, ushbu reja asosida biz ma'ruza qismimizni boshlaymiz. Hammamizga ma'lumki, Shukur Sa'dulla 1912-yilning 15-yanvarida Jizzax shahrida xizmatchi oilasida tug'iladi. U dastlabki savodni eski maktabda chiqaradi. 1924-yilda esa Samarqand shahriga kelib, pedagogika bilim yurtida o'qiydi. 1932-yilda shoirning Hayqiriq nomli birinchi she'rlar to'plami chop etiladi. Shukur Sa'dulla 1931-yilda O'zbekiston davlat nashriyotining bolalar va yoshlar adabiyoti bo'limiga muharrirlikka ishga taklif etiladi. U 1950-yilda esa Ilyos Muslim bilan hamkorlikda Marshakning She'r va ertaklar asarini o'zbek kitobxonlariga tortiq qiladi. U daniyalik mashhur ertakchi Andersen, rus yozuvchisi Nekrasov asarlari, Tolstoy va Zhitkov hikoyalari, bolalar shoirlari Kvitko, Barto, Marshaklarning Berdiyorov she'rlarini hamda shunday jahon adabiyoti namoyandalarining bir qancha asarlarini o'z ona tilimizga tarjima qiladi. Shukur Sa'dulla bolalar uchun turli janrlarda ijod etadi. Ya'ni bunga she'r, poema, hikoya, qissa, opera va bir qancha she'riy ertaklar yozadi. Xalq ijodiyotiga mansub ayrim an'anaviy janrlar, xususan xalq latifalari asosida ikki donishmand, afandining ko'ylagi, afandi tegirmonchi va ko'sa kabi bir necha she'riy latifalar hamda topishmoqlarni janri talablarini saqlagan holda topishmoq she'r namunalarini Ayyor chumchuq, No'xat polvon, Laqma it kabi she'riy ertaklar, Yoriltosh, afsona yaratgan qiz singari ertak pesalar hamda Kachalpolvon yoki Yog'och qo'g'irchoqning sarguzashtlari, ertak qissalarini yaratishga muvaffaq bo'ladi. Uning maktabgacha tarbiya va kichik maktab yoshidagi bolajonlar ijrosidagi yozilgan ko'plab she'rlari hamon kichkintoylar tilidan tushmay keladi. Ayniqsa Shohista, Yomg'ir yog'aloq, Yaxshi ism, Dildor va Koptok she'rlari jajji bolakaylarning fe'l atvorlarini to'la aks ettirgani bilan ajralib turadi. Shuningdek, Shukur Sa'dulla maktabgacha yoshidagilar uchun samarali ijod etadi. Uning asarlari xilma-xil janrlarda yozilgan bo'lib, asosan quvnoq voqeaband she'rlar, vatan tabiatining ko'rkam lavhalarini ifodalovchi peyzaj, portret she'r, she'riy imzo, o'yin qo'shiq, masal ertak, masal, topishmoq kabilardan iboratdir. Ularda kichkintoylar faoliyatining turli qirralari, tevarak atrofda undagi narsa va hodisalarga munosabati, orzu o'ylari, intilishi hamda xarakteri bolalarcha mushohadakorlik negizida poetik talqin etiladi. Shoir kichkintoylar hayotida uchraydigan har qanday hodisada insonni ma'nan boyitadigan ma'no topishiga erishadi. Bunday intilishning samarasini Kim yaxshi ertak she'rlarida ko'rishingiz mumkin. Adabiyotdshunos Milent e'tirof etganidek, murg'ak bola tasavvurida ota-onasi va yaqin qarindoshlarining o'z hayotida qanday rol o'ynashini anglash maqsadida muqaddas vatan tushunchasi mohiyatini idrok etishning boshlanishidadir. Shukur Sa'dulla masalani shu holatda talqin etadi. Buni kichkintoylar gapirish uslubiga monand yozilgan savol-javob tarzidagi Kim yaxshi she'rida aks ettiriladi. Xo'sh, Kim yaxshi she'rida esa ayasi der, "Xo'p aytib ber, uyimizda kim yaxshi? Ayam yaxshi, dadam yaxshi, buvimlar ham yaxshi" der. "Akanglarchi? Akam yaxshi, opanglarchi? Yaxshilar, o'rgilay" deb hammalari jajji qizni o'pishar.
Qiz va gul o'zbek bolalar she'riyatida maktabgacha yoshdagilar uchun yaratilgan peyzaj lirikasining go'zal namunasi hisoblanadi. Bu asar Hamid Olimjonning mashhur Lola she'riga hamohang yozilgan. Unda tabiat go'zalligi fonida inson go'zalligi shoirona nafosat bilan yolqinlashtiriladi. Masalan, daryo oqar jo'sh urib, sohil to'la gul lola, ko'kka boqib g'oz turib, kuylarcha qiz bola. Sochlariga gul taqib, oro berar o'ziga, daryo emas gul oqib, ko'rinar qiz ko'ziga. Daryo labi lolazor, kuylar jajji gulbahor. Bundan tashqari yoz she'rida shoir shunday satrlarni ifodalaydi. Keldi ko'klam kabo yoz, bizlar sevgan issiq yoz. Ekin o'sdi yerlarda, bug'doy pishdi qirlarga. Qip-qizardi olchalar, uzar yosh bolachalar, polis to'la bodring, dehqon tez uzib bering. Sabr qiling siz anda, so'yib beray handalak. Quyosh ko'kda nur sochar, yangi dunyolar ochar. O'rik yetib pishilar, yerlarga to'p-to'p tushar. Olma, anor, nok, bodom to'ymaydi yeb hech odam. Yoz bo'yi bizda har xil meva pishar 90 xil. Shukur Sa'dullaning hayvonlar, qushlar, hasharotlar va bolalar o'yinchoqlari to'g'risidagi qator asarlari ma'rifiy badiiy qimmatga ega she'riy imzolar sirasini tashkil etadi. Chittak, qushcha rasmi ostiga chekilgan ana shunday she'riy imzolardan shoir unda topishmoqdagidek yashiringan narsa jumboqning belgilarini sanab ko'rsatadi. Shu usul bilan kichkintoylarga chittakning tashqi ko'rinishiga oid oddiygina ma'lumotlar beradi. Ular tasavvurini aniq tushunchalar hisobiga to'ldiradi hamda boyitadi. Masalan, men qushchaman kichkina, tillarim chuchukkina, ola chipor qanotim, bilsangiz chittak otim. Chittak o'zini shunday tanitadi. Uning so'zlash uslubi xuddi bolalarnikiday. Demak, antropoformizmdan foydalanish she'riy imzoning ma'rifiy ahamiyatini ta'minlashdan tashqari tez yodlanishni ham qulaylashtiradi. Demakki, kichkintoylar lug'at boyligini ola chipor, chuchukkina, chittak kabi yangi tushunchalar hisobiga boyitish imkoniyatini tug'diradi. Demak, Shukur Sa'dullaning aynan mana shunday xislatlari boshqa shoir adiblardan ajralib turadi. Chunki u bola tilida kuylaydi hamda o'zini yozgan asarlarini xuddi bola tilidagidek tasvirlaydi. Shoir poetik ijodida hajviy she'rlarni barmoq bilan sanarli. Ya'ni olim uyaldi, bizning oyna, ivirsiq, anqov, shalloba, injiq qizcha, jumboq kabilar shu siralarni tashkil etadi. Hikoyalarning aksariyatini ifodalaydigan fikr muddao muallif tanlagan anqov, yalqov, qo'rqoq, qaysar, ochko'z, chaqimchi, o'jar, dilozor, izza, gap uqmas singari sarlavhalardayoq ravshan anglashilib turadi. Bu hajviy hikoyachalarda adibning o'zi tasvirlanayotgan voqealardan aralashmaydi. Kamantirning boshidan kechirganlar, ya'ni bu qissa 1961-yilda yozilgan bo'lib, yozuvchining sarguzasht janridagi dastlabki mashqi sanaladi. Bu qissa o'zbek bolalar prozasidagi maktabgacha yoshdagi kichkintoylar hayotini aks ettiradigan yagona qissa sanaladi. Xuddi shu tartibda, demak, Shukur Sa'dullaning bir nechta asarlarini, she'rlarini, hikoyalarini, ertak dostonlarini talqin qilishimiz mumkin. Adibning zamonaviy mavzuda yaratilgan ikkinchi asari Aziz qishlog'im qissasi sanaladi. Bu asar ham 1967-yilda yozilgan bo'lib, 1969-yilda nashr etiladi. Shukur Sa'dulla asarda xalqimiz hayotining yangi bir manzarasini, qishloqdagi qaynoq turmushini, shaharlik bola Habibullaning qishloqqa qilgan sayohati jarayonida ko'rsatib beriladi. Aziz qishlog'imda mavjud obrazlarning barchasida ijobiy insoniy fazilatlar mujassam etiladi. Shunga qaramay, yozuvchi qissa konfliktini inson va tabiiy ofat o'rtasidagi kurash negizida qurib, inson, demak, insonning naqadar kuchli omil ekanligini yana bir bor isbotlab o'tadi. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, xuddi shu tartibda Shukur Sa'dullaning bir nechta asarlari, qissalari, ertak hikoyalarini mustaqil ravishda o'qib, ularning bolalar ongiga, bolalar ruhiyatiga qanchalik ta'sir etishini keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Xayr, salomat bo'ling.